6206Z. Bu mana bu holatda bo'lishi kerak aslida. Podshipnik mana shu yoqqa joylashadi. Voy, mana buni qaranglar. Zanglab tomon bo'lib, uje o'qiga singib ketgan. Singib svarka bo'lib ketgan. Sandisini ham mana olib bo'lmadi. Mana ahvolga qaranglar. Shu darajada yomon bo'lib ketgan, uje musorga aylanib ketgan bu. Yana ham yomon tarafi butun boshli bak musorga aylanib ketgan. Mana ko'rasizmi? Bu to'zi o'sha podshipnikning razmeridan sal kattaroq bo'ladi. Mana bu yoqqa salni o'rnashishi kerak. Ko'rasizmi? Yorilib ketgan. Butun boshli mana shu bak musor uje. Komplekt olish kerak. Parashoga ham hushyor bo'linglar. Parasho o'sha 30 minut, 40 minut ishlatadigan minutinglarda gradusi pastroq bo'ladi. O'sha narsasiga hushyor bo'linglar. Balandroq temperaturada ishlasangiz sifatli, yana bir bor aytaman, sifatli parasho ishlatinglar. Jitkimi, ani suxoy va ahamiyati yo'q. Yaxshi bo'lsa bo'ldi.